Assalomu alaykum. Men Qo'qon shahridan Nazir va Madinaman. Mening murojaatim Prezidentimiz Shavkat Miromonovichga. Hurmatli Prezident, bir necha yillardan buyon oilaviy korxona tashkil etib, ayollar liboslarini ishlab chiqarib, ichki bozorda sotishni yo'lga qo'yganman. Bundan 5 yil avval shu korxonam uchun joy so'rab sizga murojaat qilgandim. Murojaatim bee'tibor qoldirilmasdan, Qo'qon xizmat ko'rsatish va servis texnikumiga qarashli binodan 3 tomonlama ijara shartnomasi asosida menga xona ajratilgan. Shu kunga qadar shu xonadan foydalanib kelyapman. 2 yil avval ijara shartnomam tugaganligi uchun o'sha paytdagi rahbardan 3 yil muddatga rozilik xati olib, ijara markazi xodimi Mirzaahmedov Jahongirga taqdim etganman. Mirzaahmedov Jahongir bir hafta muddatda ijara shartnomam tayyor bo'lishligini aytganlariga 1 yildan oshdi, haligacha ijara shartnomam tayyor bo'lmadi. Shu insonni ish faoliyatiga mas'uliyatsizligi tufayli bu kunga kelib, davlat obyektidan noqonuniy foydalanayotgan jinoyatchi tadbirkorga chiqdim. 2 oy avval texnikum yangi rahbari Abdujabborov Dilmurod tomonidan ijara shartnoma muddati tugaganligi uchun xonani tark etishligim, bo'shatishligim talab qilindi. Rahbarga qaytadan shartnoma tuzishlikni taklif etdim, lekin rahbar taklifimni rad etdi va xonani bo'shatishligim uchun turli xil bosimlar o'tkazishdan boshlashdi. Avvalo elektr energiyasidan uzib, 4 kun ish faoliyatimni to'xtatishiga sabab bo'ldi va elektr energiyasidan foydalanishimga ruxsat berishmadi. Keyin xona qulfini buzib, eshigimni ochiq qoldirishdi, xuddiki o'g'ri tushgandek meni qo'rqitishga urinishdi. Binoga kirish eshigini butkul yopib, texnikum yo'lagi orqali kirib chiqishim mumkinligini aytishdi. Keyinchalik bu yo'lak qisqartirilib 40 santimetr joy qoldirildi va shu joydan kirishim mumkinligi aytildi. Shu sharoitga ham ko'nib ish faoliyatimni davom ettirayotgan paytimda bino butkul elektr tarmog'idan uzildi. Bunga aniqlik kiritish maqsadida elektrostet xodimlariga murojaat qildim. Ular 11 million qarzdorlik mavjudligi, shu bois elektr tarmog'idan uzilganligi va 4 million 200 ming so'm jarima qo'llanilganligini ma'lum qilishdi. Jarima hamda qarzdorlik butkul qoplanmaguncha elektr energiyasidan foydalanish mutlaqo mumkin emasligini aytishdi. Mavjud qarzdorlikni 5000 kilovatti, ya'ni 5 million so'mi mana firmamga tegishli qarzdorlik bo'lib, qolgan qarzdorlik qo'shni tadbirkorga tegishli qarzdorlik hisoblanadi. Shu binoda faoliyat yuritayotganligimni elektrostet xodimlari ham, texnikum rahbari ham xabarlari bo'la turib, bino elektr tarmog'idan uzilayotganligi haqida, jarima qo'llanilayotganligi haqida meni yozma yoki og'zaki ravishda ogohlantirmasdan elektr tarmog'idan uzishgan. Yana rahbar so'zlariga ko'ra, qandaydir tashkilot shu xonada shartnomasiz turganligim uchun menga nisbatan jinoiy ish qo'zg'ab, yana katta miqdorda jarima qo'llash harakatida yurganligini ma'lum qilishdi. Hurmatli Prezident, oilada 2 nafar qiz farzandmiz. Ota-onam o'tib qolishgan. Yagona daromad manbaim shu tikuvchilik ustaxonam hisoblanadi. Hozirgi paytda ish faoliyatim butkul to'xtatilganligi uchun moliyaviy tomondan qiyin ahvoldaman. Shuning uchun qo'llanilgan jarimani butkul qoplash imkoniyatiga ega emasman. Qolaversa, 306-sonli qarorga asosan imtiyozli kredit olganman. Shu kreditimni 2 oylik qarzdorligimni to'la olganim yo'q. Ishimda yuzaga kelgan mavjud muammolar tufayli. Hurmatli Prezident, 2 oy davomida ish faoliyatimga muntazam ravishda xalaqit berib kelayotgan, hozirgi paytda ishim butkul to'xtashiga sababchi bo'lgan texnikum rahbari Abdujabborov Dilmurodga nisbatan chora ko'rishingizni, elektr tarmog'ida yuzaga kelgan muammoimga ijobiy yechim ko'rsatishingizni, shu binoda qayta faoliyatimni yuritib, ijara shartnomasi asosida ish faoliyatimni qayta boshlashligimga ruxsat berishingizni, mavjud bo'lgan muammolarimga ijobiy yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman. Murojaatimni bee'tibor qoldirmasligingizga ishonaman. Oldindan kattakon rahmat.